Bolalarda burun orqali nafas olishni qiyinligi va burnini bitib qolishi ko'p hollarda adenoidlarga bog'liq ravishda kelib chiqadi. Adenoidlar o'zi nima ekanligini bilish uchun avvalambor immun tizimi qanday shakllanishini tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni immun tizimi ikkita katta gruppaga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi B immunitet, ikkinchisi T immunitet yoki B hujayrali immunitet, T hujayrali immunitet. Bu B turdagi immunitet gumoral immunitet deb atalib, asosan suyuqliklar orqali organizmni bakteriyalardan himoya qiladi. T immunitet esa hujayraviy immunitet sanalib, hujayra ichiga kiradigan bakteriya va viruslarga qarshi kurashishi bizga ma'lum. Bolada asl immunitet, ya'ni T hujayrali immunitet bu 7 yoshdan boshlab rivojlanadi. Lekin ungacha ham bolani bakteriyalardan nimadir himoya qilish kerak va aynan shu vazifani Pirogov-Valdir halqasi deb ataluvchi limfa tugullari, ya'ni halqum va burun halqumda, burun orqa qismi, halqumning yuqorisi, til ostida va tangli murtaklarda joylashgan T hujayrali immunitet rivojlanishiga qadar bolani tashqi zarar kunandalardan organizm qandaydir himoya qilish kerak va bu vazifani Pirogov-Valdir halqasi deb ataluvchi limfa tugullari o'z zimmasiga oladi. Bu tugullar halqumda hamda burun orqa qismida, til ostida, tangli murtaklarda joylashgan limfa tugullari hisoblanadi. Adenoidlarning kattalashishi tabiiyki burundan kirayotgan havoni to'sib qo'yadi va nafas olishga qiyinchilikni keltirib chiqaradi. Bu o'z navbatida qo'shimcha asoratlarni keltirib chiqaradi. Eng ko'p uchraydigan asorati bolalarning tomog'i ko'p og'rishida. Ya'ni bolani burni bitib qolganligi uchun u og'iz orqali nafas oladi hamda tomoqda yallig'lanish, yiringlash belgilari kelib chiqadi. Ikkinchi asorati Yevstaxit va o'rta otitlari, ya'ni adenoid, Yevstaxiy nayini, o'rta burun adenoid kattalashib, o'rta quloqda burun halqumga ulab turadigan Yevstaxiy nayini to'sib qo'yadi va evaziga o'rta quloq suyuqligi chiqib ketmasdan u yerda yeringli o'rta otit rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Ota-onalar bolasini qulog'i og'riyotganligidan shikoyat qilib kelishganda asl muammo burnida ekanligini aytganimizda taajjubga tushadilar. Burun orqali nafas olishni buzilishi bolani yuz tuzilishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni yarim ochiq holatda, og'zi yarim ochiq holatda turadi, tishlari qiyshaygan holatda bo'ladi. Bu adenoid hiatus deb ataladi. Uzoq muddatli burundan nafas olishning buzilishi bolani jismoniy va aqliy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni uni aqliy faoliyat jihatdan tengdoshlariga nisbatan ortda qolishiga, bir she'rni taxminan 50 marta o'qisa ham zo'rg'a yodlashiga, sal jismoniy harakat qilsa tez charchab qolishiga sabab bo'ladi. Adenoidlarning 3 ta darajasi farq qilinadi. Birinchi, ikkinchi va uchinchi darajasi. Birinchi va ikkinchi darajali adenoidlarda konservativ davo choralari ko'riladi, ya'ni dori vositalari yordamida, muolajalar yordamida tuzatiladi. Agar 3-daraja bo'ladigan bo'lsa, demak bunda operativ yo'l bilan jarrohlik amaliyoti orqaligina davolash mumkin. Adenoidlarni olib tashlash operatsiyasi adenotomiya jarrohlik amaliyoti deb atalib, buning uchun 3 ta ko'rsatma mavjud. Demak, birinchisi tez-tez qaytalanadigan o'rta yeringli otitlar, ikkinchisi tungi apnoe, ya'ni bola uxlagan paytda nafasni yo'qolib qolishi. Taxminan 4-5 sekund davomida bola xuddi nafas olmayotgandek tuyulib qoladi. Bu bolani nafas olishi butunlay to'xtab qolishigacha sababchi bo'lishi mumkin. Va uchinchisi yuz tuzilishidagi o'zgarishlar. Agar bolangizda yuqoridagi asoratlar va simptom belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, lor shifokoriga murojaat qilishingiz kerak.